Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Avicenna jamoasi a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kurslarimizning navbatdagi soni bilan tanishib. Bugun sizlar bilan patologiya faniga kirish, ya'ni birinchi darsimiz mutlaq yangi bo'lgan fanni boshlaymiz, ya'ni patologiya fani, kasallik haqidagi fan. Biz bundan oldingi kurslarimizda o'rgandik biokimyo, fiziologiya, histologiya, anatomiya, insondagi normada kechadigan jarayonlarni o'rganadi. Masalan, normal fiziologiya. Eslaringizda bo'lsa, fiziologiyani birinchi darsida, kirish qismida aytib o'tib ketganman. U yerda fiziologiya bilan patologiyani bir-biriga solishtirib aytib o'tgandim. Fiziologiya sog'lom odamdagi bo'ladigan fiziologik jarayonlarni o'rgansa, patologiya shu sog'liqdan tashqari bo'lgan jarayonlarni o'rganadi. Ya'ni organizmni normal funksiya bajarish qobiliyati yo'qoldimi, demak unda qanaqadir patologik jarayon ketayotgan. Aynan mana shu patologik o'zgarishlarni o'rganuvchi fanga biz patologiya deymiz. Yangi fanni boshladik. Ya'ni o'rtoqlar, bir qanchadir muddat sizlar bilan mana shu patologiya fanini o'rganamiz. Mana shu patologiya fanini mana shu videoni ko'rib turganingizdan barchalaringizni tabriklayman. O'rtoqlar, demak, bu videoni kimlar ko'rishi mumkin? Biokimyo hamda fiziologiya kursimizni tamomlagan o'quvchilar ko'rishi mumkin. Birinchi navbatda ko'rib turgan bo'lsalaringiz tabriklayman. Ikkalasini ham tamomladingiz. Endi navbat yana bitta davonga yetib keldi. Bunisidan o'tib olsak, yog'i yengillik bo'ladi. Demak, biz normani o'rgandik. Endi navbat kasallikka. Bundan keyin kasallikka qarshi kurashamiz, ya'ni farmakologiya bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, hammalaringizga omad, Alloh kuch-quvvat bersin. Hozirgi motivatsiya shu patologiyani oxirgi video darsini ko'rayotganda ham hozir qanday motivatsiya bo'lgan bo'lsa, sizlarda oxirida ham xuddi shunday motivatsiya bo'lsin demoqchiman. Alloh kuch-quvvat bersin, ilmlaringizni ziyoda qilsin. Mana shu kursda olgan bilimlaringiz, egallagan bilimlaringiz juda ham ko'plab bemorlarni davolashda asqotsin degan umiddaman o'rtoqlar. Demak, hammaga omad. Boshladik patologiya faniga kirish. Xo'p, birinchi rejadan boshlaymiz. Doimgidek reja, mavzu rejasi patologiya o'zi nima? Shu savolga javob topamiz. Bundan tashqari patofiziologiya fani haqida gaplashamiz. Umumiy nozologiya hamda kasallik haqida. Aynan mana shu rejada turgan 4 xil, bu yerda reja bor, savol bor. Bularni ichiga kirsak juda katta manbalar. Bugun mana shu 4 ta savolga javob topamiz demak boshladik. Patologiya o'zi nima? Patologiya. O'rtoqlar, bizda 2 xil patologiya bor. Patologik fiziologiya, patologik anatomiya. Ya'ni o'zbek adabiyotlarida 2 xil fan sifatida ajragan. Bittasi bizda patologik fiziologiya. Mana shu yashab turgan yoki sog'lom odamni birorta bir shu kasallik yoki patologik jarayon natijasida uni normal ish bajarish qobiliyati yo'qolishiga biz patologiya deymiz. Endi patologik fiziologiya bu normadagi fiziologik holatni buzilishi, ya'ni patologik fiziologiyaga aylanib qolishi. Shuning uchun patologik fiziologiya deyiladi bu. Endi patologik anatomiyachi. Patologik anatomiya bu asosan o'lik, ya'ni murdalar bilan ishlaydi patologik anatomiyada. O'rtoqlar, patologiya bilib oldik nimaligini. Bizga endi aytadigan bo'lsak, bu kursimiz mobaynida biz patologiyada ikkalasini ham ko'rib ketamiz. Patologik fiziologiya eng asosiysi bo'ladi. Eng katta ko'plab manbalar shu. Patologik anatomiyadan muhim qismlarini, muhim joylarini berib o'tib ketamiz, aralashtirib qo'shib. Asosan bizga fiziologiya kerak. Chetda, ya'ni chet el manbalarda, Amerika bilgan shu nufuzli institut yoki universitetlarda qanday o'qitiladi? Faqat patologiya. Ikkalasi bitta
qilib o'qitiladi o'rtoqlar. Unaqa patologik fiziologiya, patologik anatomiya qilib bo'linmaydi. Bitta yagona patologiya qilinadi. Aynan mana shu patologiya ko'rinishida darslar olib boriladi. Demak, biz ham xuddi shu shaklda darslarni olib boramiz. Qani ketdik. Patofiziologiya. Patos yunonchada kasallik, qiynalish, azoblanish, fizis tabiat, logos fan o'rganish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni kasallik tabiatini o'rganuvchi fan hisoblanadi patofiziologiya. Kasallik qanday kelib chiqishini, qanday jarayonlar bo'lishini shularni o'rganadigan fan patofiziologiya hisoblanadi. Kasallikning yuzaga kelishi, rivojlanishi hamda yakunlanishi umumiy qonuniyatlarini, mexanizmlarini o'rganuvchi fundamental fan hisoblanadi. Kasal organizmning hayot faoliyatini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Demak, sog'lomni emas, kasal organizmni o'rganadi. Patofiziologiya fanini o'rganish predmeti bu kasallik yoki kasal organizm hisoblanadi. Aytdim o'rtoqlar, patologiya fanini asosiy predmeti kasallik yoki kasal organizm. Organizmda normal qobiliyat buzildimi, unda qanaqadir patologik o'zgarish ketyapkan, aynan mana shu o'zgarish kasallik keltirib chiqaradi. Mana shu kasallikni qaysi fan o'rganar ekan? Patologiya. Normanichi fiziologiya o'rganadi. Bekorga normal fiziologiya deyilmagan. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar, endi davom etamiz. Patofiziologiyani endi bu yerda biz ikkiga ajratamiz. Juda ham ko'plab savollar bor. Patologiya nechiga bo'linadi? O'rtoqlar, patologiya ikkiga bo'linadi. Umumiy hamda xususiy. Umumiy patologiya umumiy qonuniyatlarni o'rganadi. Xususiy esa alohida organ sistemaning kasalliklarini o'rganadi. Aynan ovqat hazm qilish, ayrish, markaziy nerv sistemasi, jinsiy sistema, boshqa barcha va hokazo sistemalardagi alohida sistemadagi kasalliklarni o'rganadi. Masalan, bizda ovqat hazm qilish sistemasida gastritlar bor. Shularni o'rganadi. Ayrish sistemasida qanday kasalliklar? Anuriya, poliuriya, oliguriya, mana shunaqa kasallik, patologik jarayonlar bor. Endi bizda umumiy qismda esa umumiy nazologiyani bu umumiy qism ham o'zi guruhlarga bo'lib o'rganiladi. Umumiy nazologiya hamda tipik patologik jarayonlarga umumiy qismni ikkiga bo'lib olamiz. Demak, patofiziologiya ikkiga bo'lindi, umumiy hamda xususiy. Umumiy qismni ikkiga bo'lib oldik. Umumiy nazologiya hamda tipik patologik jarayon. Bular haqida ham batafsil gaplashib chiqamiz. Ikkinchisi xususiy patologiya. Xususiy patofiziologiyani biz alohida organ sistemaning kasalliklarini o'rganar ekanmiz. Mana bu umumiy nazologiyaga kiradi. Umumiy nazologiyani o'zi umumiy etiologiya kiradi. Umumiy patogenez hamda sanogenez kirib ketadi. Endi o'rtoqlar, tipik patologik jarayon haqida quyida gaplashib chiqamiz. Unga nimalar kiradi? Tipik patologik jarayonlarda yallig'lanish, isitma, allergiya, emboliya, ishemiya, giperemiya hamda shishlarni kiritishimiz mumkin tipik patologik jarayonlarga. Demak o'rtoqlar, patofiziologiyani biz ikkiga bo'ldik. Umumiy hamda xususiy qismlarga. Umumiy qism ham umumiy nazologiya hamda tipik patologik jarayonlarga bo'linib ketdi. Ular o'zi ham yana kirib ketaverdi o'rtoqlar. Endi xususiy qismni esa alohida organ sistemaning kasalliklariga bo'lib o'rgandik. Demak, sizlarga endi patofiziologiya nechiga bo'linadi degan savol tushib qolsa, buni bilasiz, ikkiga, umumiy hamda xususiy. Demak, yaxshi, tushunarli bo'ldi. Endi umumiy qismdan boshlaymiz. Umumiy nazologiya. Umumiy nazologiyani ham bu nimani o'rganadi? Umumiy nazologiya bizda sog'liqni, normani, kasallik, patologik jarayon, patologik reaksiya, patologik holat. Aynan mana shu sanab o'tgan hozirgi 6 ta jarayonni umumiy nazologiya o'rganadi. Masalan, sog'liq nima,
Norma nima, kasallik nima, patologik jarayon, patologik reaksiya, patologik holat. Aynan mana shu jarayonlarni. Endi bularni har biriga ta'rif beramiz. Bizda shu sog'liq haqida juda ham ko'plab ta'riflar bor. Biz bulardan eng mosini, eng to'g'risini aytib o'tishga harakat qilganmiz. Demak, sog'liq kasallik yoki fiziologik defekt mavjud bo'lmagan holatda organizmning jismoniy, psixologik, ijtimoiy to'laqonligi. O'rtoqlar, qaytaraman. Organizmning jismonan siz sog'siz. Undan tashqari psixologik sog'siz, ijtimoiy to'laqonligi. Aynan mana shu uchala qonuniyat mos kelsa, agar bittasida buzilish bo'lsa ham siz sog' emassiz, kasalsiz. O'rtoqlar, mana shu uchalasi ham sizda mos kelyaptimi, normami, sog'misiz? Demak, siz sog'lom insonsiz. Shunga ko'ra, mana shu uchalasiga qarab inson sog' yoki kasalga ajratadi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini aytib o'tgan sog'liqqa ta'rifi. Sog'liq bu organizmning norma holati, shifokor uchun demak. Demak, biz uchun sog'liq nima? Organizmning normal funksiya bajarish holatiga sog'liq deymiz. Demak, sog'liqni bilib oldingiz. Norma sog'liqqa o'xshash tushuncha, ammo bir xil emas. Bizda normal temperatura, normal ekiga, normal bo'y hamda normal vazn bo'ladi. Organizmning ayni muhit uchun adekvat optimum holati. Ya'ni bizda norma nima deydigan bo'lsak, bir nechta tasavvur qiling. Ma'lum bir hududda yashaydi inson, masalan, O'zbekistonni olaylik. O'zbekistonni oldik. O'zbekistondagi ma'lum bir insonlarni bo'y va vazni o'lchanadi. Bo'yi o'lchanadi. Bo'yni tasavvur qiling. Bo'yni o'lchandi. Bo'y o'lchanganda hammaniki o'lchanib turib, uni o'rtachasi topiladi. Endi o'rtachasini biz norma deymiz. Endi norma bilan sog'liqni farqi bor o'rtoqlar. Masalan, insonni bo'yi norma, temperaturasi norma, normal ekiga, yuragida ekiga norma, bo'yi norma, vazni norma dedik. Lekin bo'yi norma bo'lib 1.70 norma deylik. Lekin bo'y norma bo'lgani bilan inson kasal bo'lishi mumkin. Ya'ni sog'lom bo'lmasligi mumkin o'rtoqlar. Norma bilan sog'liq boshqa narsa. Masalan, bir kishini bo'yi past norma emas, lekin unda patologik jarayon, patologiya ketmayotgan bo'lishi mumkin. U sog'lom. Lekin norma emas, bo'yi norma emas, lekin u sog'lom. Yuqoridagi sog'liq ta'rifiga to'g'ri keladi. Demak, o'rtoqlar, sog'liq bilan normani tushunib oldingiz. Endi sekin kasallikka o'tamiz. Kasallik organizmning yangi sifatiy holati bo'lib, shikastlovchi ta'sir natijasida kelib chiquvchi hayot faoliyatining buzilishi hisoblanadi. Himoya adaptatsion funksiyasining pasayishi va ruhiy, jismoniy diskomfortning yuzaga chiqishi kuzatiladi. Ya'ni diskomfort nima? Buzilish degan o'rtoqlar. Bizda hujayra adaptatsiyasi deyilyapti bu yerda. Masalan, kasallik deb organizmning yangi sifatiy holati bo'lib, bu yerda aytilyapti birorta bir shikastlovchi ta'sir. Masalan, yallig'lanish chaqiruvchi, masalan, flagogen faktor deyish mumkin, yoki bizda bor bakteriya, infeksiyalar tushdi, organizmga shikastlovchi ta'sir yetkazyapti. Shikastlovchi ta'sir hujayramizga, to'qimalarimizga ta'sir ko'rsatyapti-da, bizda himoya adaptatsiya ishlayapti. Lekin himoya mana shu adaptatsiya funksiyasining pasayishi natijasida bizda boyagi shikastlovchi ta'sir hujayralarimizga ta'siri kuchayadi, organizmni shikastlab, hujayrani shikastlab qo'yishi mumkin. Buning natijasida bizda kasallik kelib chiqadi. Aynan kasallik mana shu hisoblanadi. Endi bizda Pavlov ta'rifi ham bor. Kasallik bu himoya kompensator va shikastlovchi mexanizmlar o'rtasidagi jang degan Pavlov bobomiz. Demak, kasallik bu nima?
himoya kompensator va shikastlovchi mexanizmlar o'rtasidagi jang. Qisqacha shu ta'rif mostroq Pavlov aytgan. O'rtoqlar, kasallikka bitta organizmga antigen tushadi, himoya adaptatsiya ishlaydi, o'rtasida ikkalasi kurashadi. Qaysi biri ustun kelsa organizm sog'ayib ketishi mumkin, agar shikastlovchi ta'sir ustun kelsa organizm kasal bo'lishi mumkin. Endi davom etamiz. Patologik jarayon. Patologik jarayon nima? Patogen faktorning organizmga shikastlovchi ta'siri natijasida organizmda yuzaga keluvchi patologik va himoya adaptatsion reaksiyalar kombinatsiyasi patologik jarayon ekan demak. Patogen faktor organizmga shikastlovchi ta'sir tushdi, organizmda yuzaga keladigan patologik hamda himoya adaptatsion reaksiyalar kombinatsiyasi hisoblanar ekan patologik jarayon. Demak, bitta patologik jarayon ketyapti. U yerda nimalar bo'ladi? Organizmni shikastlovchi shu patogen faktor hamda himoya adaptatsiyasi ishlayapti. Mana shu patologik jarayon. Endi patologik reaksiya nima? Organizmning yoki uning biror sistemasining berilgan ta'sirga nonormal, noadekvat, biologik maqsadsiz javobi. Ya'ni bunga Babinskiy refleksini misol qilib keltirishimiz mumkin, o'rtoqlar. Babinskiy refleksi deb yozsalaringiz chiqarib beradi. Bitta tayoqchani oyog'imizni ostiga ishqalasak, u yerda refleks paydo bo'ladi. Sog'lom odamda patologik reaksiya ketmayotgan odamda boshqacha refleks bo'ladi. Endi Babinskiy refleksida oyoqlarni tagiga o'sha tayoqni yurg'izsak, ishqalasak, barmoqlar yozilishi boshqacha bo'ladi. Bu Babinskiy refleksi deyiladi. Aynan mana shuni patologik reaksiya deb aytishimiz mumkin. Ya'ni organizm yoki uning biror sistemasiga berilgan ta'sirga nonormal, noadekvat, biologik maqsadsiz, ya'ni odatda odatiy bo'lmagan javobi hisoblanar ekan. Endi davom etamiz. Patologik holat nima? Patologik jarayon hisobiga mana bu patologik jarayon hisobiga yuzaga keluvchi patologik o'zgarishlar yig'indisi, ya'ni asorat. Bunga homila rivojlanishi buzilish tufayli ham kelib chiqishi mumkin. Masalan, homila rivojlanishdagi turli xil buzilishlar, u yerda homila buzilishi uchun patologik ta'sir bo'lishi kerak, patologik jarayon ketadi, ya'ni patogen faktor tushdi, patogen faktor organizmni shikastlovchi ta'sir ko'rsatyapti, himoya adaptatsiya ishlayapti. Agar u yutib chiqsa, patologik holat yuzaga kelmaydi. Agar yutib chiqsa patologik holat yuzaga keladi, yutib chiqmasa patologik jarayondan orqaga qaytadi, jarayon yopilib ketadi, sog'liqqa qaytiladi. Endi patologik jarayon ketdi, shu patogen faktor shikastlovchi ta'sir himoya adaptatsiyadan ustun keldi, bizda patologik holat yuzaga keladi. Bu ya'ni patologik holat asorat desa ham bo'ladi. O'rtoqlar, bunga misol qilib chandiqni olishimiz mumkin. Masalan, organizmda patogen faktor natijasida kesuvchi yoki qirquvchi turli xil travmalar ta'sirida shu yirtildi, to'qima butunligi buzildi, terimiz butunligi buzildi, uni tikdik. U yerda asorat sifatida albatta chandiq qoladi. Buni patologik holatga misol qilib keltirishimiz mumkin demak. Xo'p. O'rtoqlar, davom etamiz. Patologiyada ishlatiladigan terminlar. Etiologiya kasallik kelib chiqishiga sabab bo'luvchi faktorlarni o'rganadi. Ya'ni juda ham ko'plab savollar bor. Patogenez nima, etiologiya nima, simptom, diagnoz, davo, mana shularga javob topamiz. Etiologiya nima ekan? Kasallik kelib chiqishiga sabab bo'luvchi faktorlarni o'rganar ekan. Ko'pincha mana shu etiologiya bilan patogenezni adashtirib qo'yadi ko'p talabalar. Endi qarab turamiz. Patogenez kasallik kelib chiqish va rivojlanish mexanizmlarini o'rganadi. Aynan o'rtoqlar, kasallik kelib chiqishi va rivojlanish mexanizmini o'rganadi patogenez. Endi mana shu mexanizm hamda kelib chiqishiga sabab bo'luvchi faktorlarni etiologiya o'rganadi. Demak,
etiologiya albatta patogenezdan oldin keladi. Oldin etiologiya, ya'ni kasallikni birorta bir patologiyani boshlab beruvchi faktor bo'lishi kerak. Aynan mana shu faktorni etiologiya o'rgansa, faktor natijasida yuzaga keladigan kasallikni kelib chiqishi, undagi rivojlanishidagi mexanizmlarni patogenez der ekanmiz. Demak, bir-biridan ajratib oldingiz. Endi simptom nima? Bemorda kasallik natijasida paydo bo'lgan belgilar simptom deyiladi. Simptomni juda yaxshi bilsa kerak ko'pchilik. Diagnoz: bemorga tashxis qo'yish. Undan tashqari davo: bemorni sog'liq holatiga qaytarishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuai, ya'ni majmui hisoblanar ekan davo. Undan tashqari profilaktika bor bizda, kasallikning oldini olish profilaktika. Demak, o'rtoqlar, asosiy ishlatiladigan terminlar ketdi. Endi bugungi darsimizda juda ham kerak bo'lgani bizda tipik patologik jarayon. Tipik patologik jarayon nima? Etiologik omil turidan, ya'ni keltirib chiqaruvchi patogen faktordan qat'iy nazar, ya'ni etiologik omil turidan, kelib chiqish joyidan qat'iy nazar bir xil tarzda yuzaga keluvchi, ma'lum qonuniyatlar asosida kechuvchi jarayonlar yig'indisiga tipik patologik jarayon deymiz. Demak, ta'rifni qaytaraman. Etiologik omil turidan, kelib chiqish joyidan qat'iy nazar bir xil tarzda yuzaga keluvchi, ma'lum qonuniyatlar asosida ketuvchi jarayonlar yig'indisi tipik patologik jarayon hisoblanadi. Unga misol qilib biz yallig'lanish, isitma, gipoksiya, ishemiya, o'sma, giperemiya, emboliya va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Demak, ma'lum bir populyatsiyaga kiruvchi, ya'ni nima demoqchimiz? Ma'lum bir hududda yashovchi insonlarda etiologik omilning turidan, keltirib chiqarish joyidan qat'iy nazar bir xil rivojlanish. Demak, barchada bir xil kechadi bu tipik patologik jarayon. Yallig'lanish bir xil qonuniyatda kechadi o'rtoqlar. Yallig'lanishda ko'ramiz, isitma ham bir xil, gipoksiya ham bir xil. Masalan, qaysi organda bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, yallig'lanish qaysi organ sohada, masalan, nafas olish, hazm, ayruv, nerv, qaysi sistemada shu yallig'lanish kelishidan qat'iy nazar bir xil rivojlanadi. Yallig'lanish chaqiruvchi mediatorlar, shu yallig'lanish mediatorlar ajraladi: prostaglandinlar, leykotrienlar, bradikinin, gistamin, serotonin. Shular hujayrani, barcha organ hujayralariga bir xil ta'sir ko'rsatadi. Makrofag, bazofil, neytrofil barchasi yetib keladi. Yallig'lanish bir xil kechadi. Isitmada ham bir xil o'rtoqlar. Demak, etiologik omil turidan, kelib chiqish joyidan qat'iy nazar bir xil tarzda yuzaga keluvchi, ma'lum qonuniyatlar asosida kechuvchi jarayonlar yig'indisi tipik patologik jarayon hisoblanar ekan. Demak, o'rtoqlar, tipik patologik jarayon ham tushunarli bo'ldi. Endi kasalliklar klassifikatsiyasining prinsiplari haqida gaplashamiz. Etiologik kasallik, ya'ni etiologikka bo'lsak, kasalliklarni tug'ma hamda orttirilgan yoki infeksion hamda non-infeksion bo'lishi mumkin. Anatomo-topografik tuzilishiga ko'ra kardiovaskulyar, o'pka, shunaqa qayerda joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar kasalliklarni shularga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni kasallik kelib chiqishiga ko'ra tug'ma hamda orttirilgan, infeksion yoki non-infeksion bo'lar ekan. Anatomo-topografik, ya'ni qayerda joylashishiga ko'ra kardiovaskulyar, yurakdagi kasalliklar, o'pkadagi, oshqozondagi, ichakdagi, miyadagi, shularni va hokazo shularni misol qilishimiz mumkin. Yosh va jinsga bog'liq holda pediatrik, geriatrik, ya'ni qarilar kasalligi hamda ginekologik, ayollar kasalligiga bo'lishimiz mumkin. Yosh va jinsga bog'liq holatda. Endi etiologik turiga qarab tropik, cho'l, dengiz, shunaqa kasalliklarga bo'lishimiz mumkin yoki tog' kasalliklariga adir. Hammasi, masalan, cho'l zonasida yashovchilarda ma'lum bir kasallik boshqacha ketsa,
tropikda boshqacha kasalliklar bor. Xuddi shunaqa bu ekologik joylashuviga qarab zararlanish darajasiga ko'ra to'qima, hujayra, molekulyar darajada bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, endi sotsial, ya'ni kasbiy, masalan, harbiy xizmat kasalligi bor. Masalan, o'qituvchilarda ko'p uchraydi. Qanday kasallik desak, ular ko'proq turib, gapirib, ish bajarganligi sababli oyoqlardagi qon tomirlarida qon o'tishi sekinlashib, varikatsiya rivojlanishi mumkin. Harbiy kasallik, harbiy xizmat kasalligida ham juda ham ko'plab. Demak, kasbiy, sotsial kasalliklar qilayotgan ishiga bog'liq holda rivojlanadi. Klinik ketishiga ko'ra o'tkir osti, surunkali hamda almashinish kasalliklarini bo'lishimiz mumkin. Ya'ni klinik ketishiga ko'ra mana bu kerak emas ekan. O'tkir osti hamda surunkaliga. Patogenik sinfiga ko'ra. Demak, o'rtoqlar, pastroqqa tushirib olamiz. Patogenik sinfiga ko'ra biz allergik, yallig'lanishli, genetik hamda modda sinfiga bo'lishimiz mumkin ekan. Masalan, patogenik sinfiga ko'ra deydigan bo'lsak, yallig'lanish natijasida kelib chiqishi mumkin. Allergik kasalliklar bor, genetik, tug'ma orttirilgan kasalliklarga bo'lib o'rganishimiz mumkin ekan. Struktura, funksional buzilishlar aloqasiga ko'ra organik hamda funksionalga bo'lib o'rganar ekanmiz. Davolanish turiga ko'ra terapevtik, xirurgik. Demak, o'rtoqlar, terapevtik degani nima degani? Shu ma'lum bir terapiyalar, dori-ko'llar, dori-darmon, shu yoki ma'lum bir yugurtirish orqali davolashimiz mumkin yoki jarrohlik yo'li bilan, xirurgik yo'l bilan davolashimiz mumkin ekan. Ya'ni qonli, qonsiz desak ham bo'ladi. Xo'p. Kasallik bosqichlari. Davom etamiz o'rtoqlar. Kasallikni bosqichlari. Kasallik infeksion bo'lishi mumkin, noinfeksion bo'lishi mumkin ekan demak. Bizda o'rtoqlar, infeksion kasalliklar, ya'ni ma'lum bir infeksiya natijasida yuzaga keladigan kasalliklarni 4 ta guruhga bo'lib olamiz. Birinchisi latent, hammaga ma'lum yashirin davri. Undan tashqari prodromal, darakchi, ya'ni latent, yashirindan keyin aynan yashirin davri keldi, u tarqadi, yashirin holatda bo'ldi, endi u darak berish kerak kasallikdan. Ikkinchisi prodromal bosqichi ekan demak, kasallikni darakchi bosqichi. Darak bergandan keyin biz uni davolab oldini olmasak, avj olish davriga o'tib ketadi, ya'ni avj olish bosqichi. Keyin so'ngida yakunlanish bo'ladi. Aynan mana shu kasallikdan keyin yo kasallik tugaydi yoki davom etib boshqa kasalliklarni qo'zg'ashi mumkin yoki sog'ayib ketishimiz mumkin. Endi noinfeksionchi bu boshlanish, qo'zg'alish hamda yakunlanish. Noinfeksion xuddi shunaqa o'rtoqlar. Infeksiya tushmayapti, organizmda ko'rinmaydigan mayda zarracha tushmayapti. Bunda latent yashirin davri yo'q, to'g'ridan to'g'ri boshlanadi, qo'zg'alish bo'ladi, keyin yakunlanib qo'ya qoladi demak. Endi ikkiga bo'ldik. Kasallik natijasida nima bo'lishi mumkin bizda? Kasallikda sog'ayishimiz mumkin, to'liq yoki to'liqsiz. Shu davolanishimizga ko'ra, agar yaxshi davolanib, yaxshi mutaxassisga borsak, sog'ayib ketishimiz mumkin. To'liq holatda u kasal bizni qayta bezovta qilmaydi. To'liqsiz qayerdadir muammo qolib ketsa, bizda yana qaytarilishi mumkin. Undan tashqari surunkali shaklga o'tishi mumkin. Ya'ni haftada, oyda, yilda yoki bir necha yilda, bir necha kunda qaytalanuvchi surunkali shaklga o'tib qolishi mumkin kasalligimiz. Surunkali shaklni juda yaxshi bilasiz. Undan tashqari bizda keyingisi retsidiv, ya'ni qayta kasallanishga o'tib qolish ham mumkin. Ma'lum bir muddat yaxshi yuradida, yana boshdan kasallanadi, yana ma'lum bir muddat yuradi, yana qayta kasallanib qoladi.
Endi mana shu kasalliklardan so'ng asorat, yuqorida aytdim, patologik jarayon deyildi. Holat asorat qolib ketadi o'rtoqlar. Aytib o'tdim, chandiq yoki birorta bir kasallikni orqasidan qoladigan asoratga biz asorat qolishi mumkin. Mana shu asorat kelib chiqishi ham mumkin kasallik natijasida. Oxiri kasallik natijasida davolanmasa, o'lim bilan yakunlanadi. Bu juda ham yomon holat hisoblanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, patologiya tibbiyot shunaqa. Kasallik bormi yoki sog'ayadi bemor yoki nobud bo'ladi. Demak, oxiri o'lim bilan tugashi mumkin ekan kasallik. O'rtoqlar, biz sizlar bilan bugungi darsimizda patologiya faniga kirdik. Patologiya faniga kirib, asosan bu mavzu zerikarliroq edi. Endi bundan keyingi mavzularda juda ham qiziq jarayonlar ichiga kirib ketamiz, mexanizmlar ichiga. Asosan shu yozma shaklda bo'lganligi sababli, birorta bir mexanizm yo'q bo'lganligi sababli asosan mana shu shaklda darsni davom ettirdik. Bundan keyingi darslarda albatta qiziqarli bo'lgan mavzularga kirib boramiz. Darslar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savollar bo'lsa, tushunmovchilik bo'lsa yozishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilm olishdan charchamang o'rtoqlar.